2 million so'mga 8 sotik uchastka dayar betoni quyilgan, nasib qilsa Qizilqiya karavanda suv qorozdan nasib qilsa zo'r uchastka chiqdi. Qiziqqanlar bo'lsa gazni bosingizlar, tezroq shoshilingizlar akalar. 4 komnata holdori bilan dayar betoni quyilgan 2 etajga rasshitinli dayar 8 sotik 20 ga 40 variantida uchastka chiqdi. Qizilqiya karavanda akalar. Videoni oxirigacha ko'ringizlar, like'lardan bosingizlar. Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar, amansizlarmi? Sizlar mening Qizilqiya TV kanali. Dag'i bir sonun yaxshi uchastka chiqdi. Shu uchastkani chiqarib beruvga keldik. Qiziqqanlar bo'lsa, chalingizlar, yaxshi yerdan, suvli, bunday suv bor yerdan nasib qilsa uchastka chiqdi. Biz qayerdamiz? Biz hozir Qizilqiya karavanda. Karavanning mol bozorining o'ydosida suv qoroz deb qo'yishadi. Mana shu karavanning mol bozorining o'ydosidan o'ydiga chiqqaningizda kanal bor. Shu saydan o'tib turib ele sol joqqa tushqa bosib kelsangizlar, mana ko'chani ko'rtasizlar. 1 2 3 4-ko'cha, 1 2 3 4 5-uchastka mana. Sizlarga hozirda chiqarib bera turgan uchastkamiz pustoy uyning betoni quyilgan, betondagi bir sonun qilib quyilgan. Даже 2 etajga rasshitinni qilib armaturalar chiqarib qo'yilgan. Yaxshi bir betoni bilan quyilgan hozir uy bor. O'shol yerni ko'rgazib beraman nasib qilsa. Suv qanday deganlarga kolodis suv qazilgan, skvajinasi bor. Anan buna qo'shnilar kelgan, yer qo'shnilari bor. Anan buna bu yoqda grantadagi suv chiqib turadi, ko'ringizlar. Ochasizlar, suv bor bu yerda. Bu yoq qanday deganlarga keng yeri joy akalar. Mol chorva qilsangizlardagi nasib qilsa bemalol bog'a turgan yerlari kengiri. Anan ketdik bismillah deb sizlarga buna qo'shnilarning orasida 8 sotik yer bor. 20 ga 40 variantida. Buna burchdan 20 metr. Bu yoqda 2 uchastka bor, birosi betoni qo'shilgan, mana shu betoni quyilgani sotiqqa chiqdi. 20 ga 40 variantida burchdan boshlab 20 metr, anan o narjoqda 40 metr setkagacha. Qiziqqanlar bo'lsa, nasib qilsa kelingizlar, hozir aqchasindagi sonun qilib chiqarib beramiz. O'rtoqlikda mana skvajinada 80 metrda toza suv qazilib chiqarilgan. Zo'r. Bemalol suv aligida izlab yuraysizlar akalar. Bismillah deb mana biz bilan cho'g'ib bo'lingizlar. Anan mana betonni ko'rtasizlar, betondagi yaxshi qilib qurilgan. Hozir planlarini ham aytib berim. Armaturalar chiqarilgan. Bismillah, ketdik. Cho'ng 2 zal mana. Ko'rayotgan bo'lsangizlar, cho'ng 2 zal. Mana tushuzda hol, bu yoqda kuxnya, sanuzel, dushovoylarga отдельно, anandagi bir komnata. 3-4 komnata, bir holi, bir sanuzeli bilan. Qiziqqanlar, javob olsam 2 etaj qilib, dag'i bir qo'shib, sonun qilib o'zingiz proyektda nasib qilsa 2-etajni bo'lib olsangizlar bo'ladi. Mana o'rtoqlikda turgan, ko'rib turasizlar mana. Mana shu shilangi chiqib turgan skvajina suv daya. Bosasizlar, nasib qilsa knopkani bossangizlar, nasib qilsa suv chiqadi. Qiziqqanlarga Qizilqiyada karavan aylinda, karavan mol bozorining oz-moz uydirog'ida ele 1 kilometr chiqib chiqmay turgan yerda 8 sotik uchastka sotiqqa chiqdi. Suvlari dayar chiqarilgan. Qo'shnilar kelgan, nasib qilsa joyti keng yerdan mol chorva qilsangizlar yaxshi zo'r yerdan uchastka chiqdi. Qiziqqanlar bo'lsa, gazni bosingizlar akalar. Qizilqiyada adres. Aqchasi sonun chiqdi akalar. Dayar 8 sotik uchastka 2 million so'm. 2 millionga shitir beramiz deb o'tadi akam. Kelib ko'rasizlar, nasib qilsa 8 sotik 20 ga 40 variantida suvlari chiqarilgan, dayar mananday betoni quyilgan, dag'i betonining ichi mananday to'ltirilgan akalar, to'ltirib o'tirasiz. Kelasiz, juda duvaldur boshlayverasizlar. Bemalolchilik nasib qilsa kelib ko'ringizlar, yoqsa Alloh sizlar yaxshi odamlarga buyursin, nasib qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.